Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Rishtondan Qarshiga kelganmiz. Sababi bu yerda polniy avtomat liniya o'rnatyapmiz. Bugun yakuniy qismi sizlar bilan qisqacha obzor qilamiz. Bu seximizga biz 0,43 kubali qoliplardan 48 ta berganmiz. Sutkasiga 40 kuba chiqarishlari mumkin. Qoliplarimiz sifati juda ideal, xudo xolasa razmerlari zo'r chiqadi. Uzoq umr xizmat qiladi. Bortlariga ham bunaqangi zasholkalardan qo'yganmiz, arzon zasholkadan qo'yilmagan. Sifatli zasholkalar. 记得是六合彩，男的是等合牌，来财来。 Bu uskunamiz gazobloyni vertikalni kesish uchun mo'ljallangan. Buni qulayliklari juda ko'p. Gazobloyni xohlagan razmerda kesa olasiz, sifatli qilib kesadi. Tros uzilishlari ham deyarli yo'q, sababi zanjir bilan foydalanganmiz. Ishqalanish faqat zanjirda bo'ladi. Bali 4 tali bo'ladi, qarama-qarshi ishlaydi. Silkinish deyarli bo'lmaydi. Xavfsizlik tomonlari o'ylangan. Qolipni qimirlamasligi uchun tormoz tizimlarimiz ham o'ta ideal. Bundan tashqari bu shitini ham ko'rsa bo'ladi. Metal bilan jihozlangan. Chiqib tushishni bemalol regirovka qila oladi. G'ish qattiq yoki yumshoq holatda bemalol o'zi xohlagan tezlikka qo'yib ishlatishlari mumkin. Bolt geyka bilan bemalol razmerlarni oson o'zgartirishlari mumkin. Xohlagan razmerda gazobloklar kesishlari mumkin. Qum uchun bunkerimiz, yana borti bor. Bortlar qo'yilsa 3-4 kuba qum olinadi. Bitta knopkani bosishingiz bilan lenta bilan parallel ishga tushadi. Bunun ichida shinegi bor. Qumni kerakli miqdorda pastga itarib turadi. Vibramotor elagini ishga tushirib elab turadi qumni. Elangan qum lentaga tushib dozator qismiga ketadi. Shu ko'rib turgan joyingiz birinchi suv shilkasi bu. Loy quyilgandan keyin shu yerda ishib chiqadi, kerakli razmer ishib chiqadi xullas. Aqlli kotel qo'yganmiz. Suvni 70-60 gradus kerakli gradus qo'yganingizdan keyin shu 2 tonnali suv idishimizga tashlab beradi. Shundan bemalol dozatorga tortib ishlatiladi. Ko'mirni maydasini bochkasiga tashlab qo'yiladi. O'zi shinegi bor, avtomatik tarzda o'zi itarib yoqib turadi. Bu avtomat liniyamizning dozator qismi. Hamma yo'q avtomat tarzda bo'ladi. Bitta knopkani bosishingiz bilan suvni, sementni, qumni kerakli miqdorda o'zi tortib oladi. Shu tarozilari bor. Shitlarni ko'rishingiz mumkin. Tortilgan mahsulotlarni ham mishalkaga tushirish jarayoni knopka bilan boshqariladi. Hamma yo'q avtomat. Zatvor ham avtomatik zatvor qo'yganmiz. Knopka bilan tayyor loy qoliplarga qo'yiladi. Bu yerda o'zlarini sement siloslar borligi uchun silos berilmadi. Shinegimizni shunga o'rnatib moslab berdik. Shinegimiz gradus regirovka qiladiganlari bor, zavodskoy. Bundan tashqari siloslarni ham yasaymiz, 50 tonnadan 500 tonnagacha kerak bo'lsa yasab berishimiz mumkin.
to'g'ralash uchun birinchi qolipimizni qoraqalpoq sementda qo'ydik, ikkinchisini Navoiy sementda qo'ydik. Ishib chiqishini ko'ramiz. Bittasining sifatini tanlab beramiz. Let's play. To'rtta qolipga qo'ygandik. Mana ikkitasini kesib oldik. Xudo xolasa ikkalasi ham zo'r, yaxshi ishib chiqdi, sifatlari yaxshi. Birinchisi qoraqalpoq sementda qo'ygandik, ikkinchisi Navoiy sement. Navoiy sement ancha sifati yaxshi ekan. Tez qatdi, ko'tarilishi ham me'yorda bo'ldi. Kesilishlari ham o'ta ideal. Chetga chiqdi, xudo xolasa. Nasıl o'ralgan? Qavatli troslar bor. O'shandan olib kelib, undan ham shunaqa sharlon qilib qo'yiladi. Kesib ko'riladi. Balki u zo'r kesadi. Undan ham zo'r kesishi mumkin. Keskanda sal nimalari bo'lsa chiroyli chiqadi. Figura berishi. Gul. G'idir-bidir bo'ladi-da, keskanda o'shanda. Undan ham zo'r chiqadi sifat. U trosni ishlatmay qo'yganimiz sababi ilgari zanjirmas edi. Zanjirmas edi. Matgacha tros kelardi-da, u narigi tros sinishga moyilligi bor. Ko'p ish bo'lsa sinadi. Bunda unaqa narsa yo'q. Endi hozir bu shu holatda bunaqa bo'lgan yo'q-ku. To'g'ri bo'lib kelgan xolos, u zanjir qilyapti u ishni. Bu tros ham demak sinmaydi buncha-muncha. Bu hozir shu holatda. O'sha trosdan ham bitta rulon olib bersangiz, bitta ruloni $200 bo'lsa kerak. Boshqacha chiqadi sifat. Bizda ham bor edi, ishlatmay qo'ydik, o'sha uzilaverganini ishlatmay qo'ydik. Endi mana holatda uzilmaydi. Shunaqangi zapaslab turish kerak. G'isht sifatini chiqaradigan joy shit. Mana riski noto'g'ri bo'lsa, g'isht chiqadi. Hamma joy shitda hal bo'ladi. Shuning uchun zo'r bo'lishi kerak. Tros aylanib, boshqacha aylanib ketib qoladi. Faza o'zgaradi, bo'shamaladi. Shunaqangiga qarab turish kerak. Bu kelganda nima kerak emas. Moy bo'larsa, bu to'xtatmay qoladi sensor. O'shaning uchun tozalaylar deymizda. Bitta moylar to'planib qoladi, moyga ta'sir qiladi, sensorga to'xtatmasdan tashqi tushirib yuboradi. Bu zapas, bu ham qaytaradi. Sensorni mexanikasi. Mana trosdan ham zapas bo'lishi kerak. Hozir necha metr? 5-6 metr, 5-6 metr yoqdan. To'rtlikni tros bo'lsa kerak, to'g'ri sababi ham uzilishi mumkin-da. Sondir. Uzilsa, yurib aqqa ketasiz, qorong'ida topolmaysiz, qiynalasiz, xafa bo'ladi. Qorong'ida ishlayman deyapsiz, endi uni zapas turishi kerak hammasi. Sext egalari Bekzod aka bilan suhbat qilamiz. Bekzod aka qanday mana bu holatni bitirdik, kesib ko'rdik. Qanaqa taassurotlar siz ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Absolutно shu. Niyatga boshladik. Onamiz shartnomalarni bo'lgan olib kelib, uni ishlatib, bo'ldi yaxshi. Bular ko'nglingizdagidek chiqyaptimi? Rahmat, yaxshi. Aslida shu yerda yuribdi. Qolgan
xizmat qilaydi. Bunlarni kattalashtirib, Siz sizga avtokalarni gazoblasaklarni qurib beramiz. Tushunyapti. O'sishda to'xtamaymiz. Shunday. Birgalikda rivojlanamiz. Rahmat. Rahmat.